Kileler şulhatlı yaşlar birinchi ikkinchi tapır kelganda ular balkim söylashib da injektor uyalalar deb aytaymi, uyalalar tatarcha söylashirga. Amma da lekin o'zi bunda ish yurishlar, masalan, o'zi 3-chi tapır kelar ekan, o'zi shulhatli motor etib söylasha boshlar tatarcha, ham shulhatli yoratalar tatar jırlarin, hatto bizning DJni даже optiratib bitirarlar kelib, "Пожалуйста, tatar kiyi qo'yali" deb. Agarda endi buyuk kiyi qo'yasan ekan, ул, в общем, mana zaldagi butun xalq bosib, rohatlanib tatarcha motor etib biy boshlaydi. Туган тел ул нинди? Туган ул бит инде туган тел, шулай бит? Смыслом как проще? Со смыслом? Мотор тел, туган тел ул мотор тел. Так, bizning ishon bolalar nima ketdi darshan? Aplodisment. Eng yoratgan til. Eng yoratgan til urusqa qaraganda. Bizning tugan til. Ketdik. Yaxshi qildi. Tatarcha söylasham deb, rahmat Begzor. Benim özümün doğanlarım Tatarstan'dan, Qozondan и Sabar rayonundan Şıkşı Avniyala oğlu. Вот, şunda Belekay şıktan varıp, şunda İrem'de beni tatarcha söylashirga Belekaydan tegan. Şunda bardım mene. Jayga tegan. Maktabda o'qiganda, kanikulara bardim. Hozirda Iremda отпусклар bo'lganda o'zim ishlayman. Men o'zim tug'dim na 1-yildan, Yorchalidan. So'ndan biz qaytib ketdik Artinskiy rayonga. Men, конечно же, bilmayman sizlarga tatarcha. Artinskiy rayonga qaytgach, do'stlashgach, sadikka yurgan chaqda men shunda o'rgandim endi tatarcha sizlarga. Avul bolalari bilan birga. Rahmat Begzor. Karaoke kişilerde biz uyushtirishga tirishamiz turli konkurslar. Masalan, hozirgi kunda bizning konkurs bora. Eng motor jirshiga biz jirshini yozdirib olamiz, nechik jirlaganin karaoke barliq keluvchilarning hammani qo'yamiz internetga o'zimizning saytimizga. Anda kim ko'proq like jiya, shuning yordamida biz jinguvchini belgilaymiz otning oxirida, ham u motor sabantoydan bo'lak ola otning oxirida.